응? 방금 예약한 사람인데. Men hozir nima qilyapman? Nimalar bo'lyapti? Balki hammasi bilan xayrlashishim kerakdir. Hammasi xotira yo'qolsin deb. Bo'ldi, xayrlashaman. Nima qilishni bilmay qoldim. Shoshmachi. Agar qo'lga tushsam nima bo'ladi? Rahi, bu kimlar? Qochib tur, aytchi. Ona, mendan voz kechdingmi? Shoshmanglar. 말도 안 되는 소리라고 있어. To'xtang. Yo'q. Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Ajralish kerak, xayrlashish kerak. Shunda qo'lga tushmayman. Uchta yigit bilan qanday qilib uchrashib yurish mumkin? To'g'ri, albatta ular buni bilmaydi-ku. Uchrashib yurgan vaqt qanday qilib qo'lga tushmaslik mumkin? Voy xudoyim. Qancha yomon insonlar bor. Voy xudoyim. Hech kimga ishonib bo'lmaydi. Shoshmachi. Bu fikrlar men haqimdami? Nima qilishni bilmay qoldim. Bu yo'l to'g'ri emas. Unda men nima qilishim kerak? Nima qilishim kerak? Men ular bilan minnatdorchilik uchun uchrashib yuraman deb o'ylagan bo'lar edim. Endi men nima qilaman? Men qayoqdan bilay? Agar bolalar bilib qolsa bormi? Sen jim o'tir. Yana kimgadir aytib yurma. Xo'p, asabiylashma. Hasad qilyapman. Menda bitta ham yo'q, senda 3 ta bor. Buning hech ham yaxshi joyi yo'q. Seni juda asabiylashtiradi. Unda faqat bittasi bilan uchrash. Faqat bittasi bilanmi? Eng yaxshisi bilan. Qaysi biri eng zo'ri? Shu 3 ta yigitning ichidan eng yoqadigani qaysi? Bu Yulduzlarning shaxsiy teatr. Tada! Shoshma. Juda yaxshisan-da. Har ehtimolga qarshi tayyorladim. Kechasi sovuq bo'ladi. Buni nimasi yaxshi? U o'zi uchun olib kelgan kun sovuqsa foydalanaman deb. Unaqa emas. Yana bitta bor. Ovqatlandingmi? O'zimni unchalik yaxshi his qilmayapman. Uyda yolg'iz ovqatlanmoqchi edim. Unda uyingga kuzatib qo'yaman. Ketdik. Hammasi joyida. Bunga rozi emasman. Qani ketdik. Mayli. Ozgincha yordam beraymi? Nima qilishar? Hech nima qilmaganing katta yordam bo'ladi. Ajoyibsan-da. Buni o'zim olaman, sen dam ol. Olmoqchi bo'lganingda tegishingga ruxsat bermagan bo'lsa, demak qimmatbaho narsa. Hoy. U yoshroq. Oo. Mendan kichkina.
Hoy, sen jinni bo'psan. Boshqa nomzodlar-chi? Boshqa nomzodlar? Zuyhu, labingizda. Bu yoqroq kel. Hoy, nima qilyapsan? Eshitmayapman. Yaxshi eshiting. Bularni to'qib chiqaryapsan, to'g'rimi? Haqiqatdan shunaqa bo'lgan. Hoy, yana bitta yigitchi. Rostdan kinoga o'xshaydi. Yana bittasi qanaqa? Shunaqaki. Buncha chiroyli. Naqadar ajoyib. Juda shirin ekan. Albatta. Shuning uchun taklif qildim. Sen ovqatlanib tur. 네? 어디? Qayoqqa? Qayoqqa ketib qoldi? Kiy bo'l. Bu nima bo'ldi? 뭐예요? Go'yoki yiqilib tushadigandeksan. Ishdan so'ng 퇴근하면 편한 qulay 신발을 poyabzal 골라줘. kiy. Kiyib ko'r. 신어봐. Xo'p. Aynan mening o'lchamim ekan. O'lchamimni qayerdan bilding? Shunchaki qarash orqali topdim. Oyoqlaringdan hid kelayotgan bo'lgan bo'lsa kerak. Bekordan u ovqatdan turib ketmagan. Oyoqlaring hidlangani uchun oyoq kiyim olib kelib bergan. Shu bilan tugadi. Ularning uchalasi ham juda ajoyib. Bittasini tanlash juda qiyin. Shunaqa. 네. Ular boshqacha, lekin o'xshash. Ammo boshqa insonlar. Biroq bir-biridan yaxshi. Hoy, senga nima bo'ldi? Hasad qilganimdan yig'layapman. Bu nimasi? Ayollar xonasiga borib kelaman. Ko'zim bo'yalib ketdi.